Sirdaryo viloyati Guliston shahriga biznes dasturi haqida fikrlarini bilgani keldik. Kafe, restoran, barlarga ishtiyoqim, qiziqishim baland edi. Diyora kafeda qanday qiyinchiliklar bor edi? 7 oy 8 mobaynida rosa qiynaldik. Biznes dasturini o'rnatganimizdan keyin ish faoliyatimiz tezlashdi. Qaysi funksiyalar sizga juda ham qulay bo'ldi? Hammasi joy-joyidan. Men xursandman. Afsus qilmayman, yaxshi. Ajoyib. Xursandmiz. Bunaqa sizga xususiyatlar berganidan biznes tavsiya bera olaman, chunki o'zim sinab ko'rdim. Muammo yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Sirdaryo viloyati Guliston shahriga Sirojiddin akam oldiga biznes dasturi haqida fikrlarini bilgani keldik. Assalomu alaykum Sirojiddin aka. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Savolingizni boshlasak bo'lmasa aka. Mayli, savollarni beravering. O'zingizni va biznesingizni tanishtirib o'tsangiz bizni obunachilarimizga. Men shu kafe, restoran, barlarga ishtiyoqim, qiziqishim baland edi. Shu sababli men qiziqib, mana o'tgan yili shu Diyora kafeni ochdim. Nolmaymiz, yaxshi, Xudoga shukr. Qimlatyapmiz. Bundan keyin ham katta xulosa planlar bor. Davom ettirish niyatlar bor. Demak, 1 yildan beri ish faoliyati bo'ldi. 1 yil faoliyat olib boradi. 1 yil bo'ldi. Faoliyat qilgan. Ikkinchi savolimiz, biznes dasturini o'rnatishdan oldin Diyora kafeda qanday qiyinchiliklar bor edi? Qanaqa qiyinchiliklar ko'rdingiz? Shuni bizga hozir biz bilan ulash olasiz. Bu savolingizga javob beradigan bo'lsam, ish faoliyatimizni boshlagan bo'lsak, shu oxirgi 6 oy, 7 oy, 8 mobaynida rosa qiynaldik. Sababi boyagi qog'oz, chek qog'ozlarda har xil bag'anular bo'ladi, vaziyatlar bo'lib qoladi. Bu dasturni tanlashimizga sabab menimcha o'sha ular shu boy tushunmovchiliklar, anglashmovchiliklar, yo'qotuvchi nima deydi? Poteriya deymiz-ku, yo'qotishlar sababli pulga oid. Shu sababli shu programmaga qaror qildik o'rnatishga. Yaxshi. Hozir muammolarni aytib beringiz. Bu muammolarga qanchalik ta'sir qildi bu dasturda o'rnatganingizdan keyin? Biznes dasturini o'rnatganimizdan keyin ish faoliyatimiz tezlashdi. Misol, ofitsiantlarimiz, oshpazlarimiz va zakazlarni ish faoliyatlarini tezlashishiga sababchi bo'ldi. Boyagi xo'randalar orasida, oshpazlar orasida, ishchi xodimlar orasidagi boyagi munosabatlar ancha yaxshilandi. Sababi boyagi xo'randalar buyurtmalar kutib qolmaydi. Birinchidan, boyagi oshpazlar ham o'sha narsani oxirigacha yaxshi tushunib, boyaginday buyurtmalar tez qabul qilib, vaqti-vaqtida hamma narsa yaxshi bo'lyapti. Hamma narsa joy-joyida. Ajoyib. Xo'p. Biznes dasturidagi qaysi funksiyalar sizga juda ham qulay bo'ldi? Endi shu haqida ko'proq ma'lumot bersangiz bizga. Bu dasturda ichida rosa ko'p programmalar bor. Masalan, o'sha har bitta xizmat ko'rsatuvchi xodimlar, ya'ni oshpazlar, misol hisob-kitoblar, masalan, mahsulotlarning kirishi, chiqishi, narxlari o'zgartirish, misol, muammo yo'q. Yana nima desam bo'ladi? Boyaginday kechki hisobotlari hammasi joy-joyida bo'ladi. Kirish ham kelgan mahsulotlar, sotilgan mahsulotlar, yana boyagi qaysi bir ishchi xodimlar qancha nima qildi, buyurtma oldi. Hammasi joy-joyidan. Men xursandman. Afsus qilmayman, yaxshi. Ajoyib. Hop. Aytaylik, biznes dasturi biror bir mahsulot olishingizdan oldin shunaqa narsalarga foydasi bormi, yo'qmi? Biznes qarorlar qabul qilishdan oldin biznes dasturi sizga qanchalik qo'l kelyapti? Misol
o'sha dasturlarni men ko'p o'rganib chiqdim. Qaysidir dasturda shunaqa masalan oylik to'lovlari bor. Qaysidir boyaginday internet tarmoqlari ishlamay qolgan paytlarida boya uzilishlar bo'lib qolishi bor. Men bu dasturni tanlashimdan sabab boyagi internet tarmog'i ishlamagan taqdirda ham Wi-Fi deymiz-ku, o'sha ishlamagan taqdirda ham bu tarmoq yaxshi ishlaydi. Boyini oylik to'lovlari yo'q, misol. Har tomonlama qulay. Menga. Endi Yaxshi, xursandmiz. Bunaqa sizga xususiyatlar berganidan biznes ishchilari juda ham xursand. Hop, aytaylik boshqa kafe egalari bor bizda. Ular bir xilgilari balki o'ylanib turgandir, olaymi yoki olmaymi. Shunaqa biznes egalariga, sizga o'xshagan kafe, restorani bor odamlarga tavsiya bergan bo'larmidingiz? Biznes albatta men bu biznes dasturi bo'yicha tavsiya bera olaman, chunki o'zim sinab ko'rdim. Muammo yo'q. Hamma narsa joy-joyida. O'rnatgan odam kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Chunki hamma narsa nazorat ostida bo'ladi shu. Bu biza intervyuimiz, ya'ni fikrlarni bilganimiz oxiri edi. E'tiboringiz uchun rahmat. That's it.